Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Hyper. Bugun hamma kutgan va bilgan uy qurish videosining ikkinchi qismini olamiz. Yaxshimi do'stlar? Demak, bu uyning ikkinchi qismi bo'lishgani uchun men ozgina mana bu yerga zina qo'shdim va mana bu panjarani ko'taraman. Mana shuncha qilib yaxshi ko'taramiz. Yana bitta blok. Endi esa u kirish qismi tayyor. Endi esa mana bu qismi qoldi. Birinchi bu qismni tayyorlash uchun yerdan bosib chiqish kerak. Buzilgandan keyin sizlar bilan xabar beraman. Ozgina qoldi. Test. Mana ham buzilib ketibdi. Buni to'g'rilaymiz. Do'stlar, yorug' tushganda qaytaman. Mana yorug' ham tushib bo'ldi. Endi mana bu ishni olib, mana bu yer qaloq ketdi. Endi hech narsa qilmayapti. Mayli. Shunga mana bu yerlarni to'g'irlash kerak. Yaxshi bo'ldi. Oh, fantastik bo'ldi. Fantastik. Endi bu yerga pol qo'yishimiz kerak. Pol qo'yaylik mana. Sariq pol qo'yaylikmi? Sariq pol yaxshi go'shqayapti. Mayli. Sariq pol qo'yaveraman. Hop. Mana. Pol qo'yilgandan keyin qaytib. Pol tugaydi. Ammo lekin yana sizlar qarasanglar bitta narsa xunuk go'shqayapti. Aytaymi nima? Mana bu yer. Endi ham birinchi ketim to'g'rilaymiz. Assalomu alaykum janob. Sen bilmassan-ku. Yo'q qol. Bu qushlar seniki emas. Yo'q, senga uy bermagandan keyin o'zing uy qurasizmi? Seni nima ishing bor? Obunachilar biladi. Quruvchilar maktabiga o'qiyotganman. A'lo baho olishim uchun nimadir qilishim kerak. Bo'ldimi? Qayerga ketding? Bu yoqqa ketib qoldi. Endi mana ham bor ekan. Jugatdim deb o'tirsam ikki ko'rinib qoldi. Qishloqni qanaqa qo'ygan? Ular o'zi quruvchilar maktabida o'qish kerak. Tayyor. O'zi qayerda? Do'stlar, bir narsani ko'rdim, yana qotirib mana bu narsalarni bilib ketish kerak ekan. Shu to'g'ri bo'lar ekan. Endi mana bu yerdan qoldirib yo'qmaydi. Mana bu yerga qo'yganimizda damlama. Qanday bo'lishi damlamasi? Do'stlar, nega men
tunda ko'rish damlamasini yorug'da ham ichyapgan sirimni aytaymi? Kitap bunga. Night Vision damlamasini mayli. Boshqa tushib. Sizlar va qishloqiga qarasangiz, to'xtatib bir daqiqa basharanga qaraylik. Basharam xunuk. To'xtab tur qishloqqa. Unga yaxshilab qarasangiz, uning qoshi ko'rinadi. Ko'rdingizmi? Night Vision ichib qishloqiga qarasangiz, uni qoshi ko'rinadi. Qoshini o'ynatadi. Ha, uni Night Vision ichib bo'ladi. Unda ham ko'rinadi. Multik saldaringdek asabimni tegishga boshlayapti. Sen Minecraft haqida bilmaysan eshitmayman. Yo'qolgin. Bir sho'paloq tushiraman. Meningda o'tirganim yo'q. Do'stlar, tezroq yuzta bo'laylik. Iltimos. Endi eshikni qo'ysak bo'ldi. Do'stlar, menda bir oyoq paydo bo'ldi. Mana shunday qilsam, uy chiroyli ko'rinadi. Mana bu yer nima bo'ladi endi? Mana shunday o'tirib olib, rasmga qarab, hozir rasm qo'yamiz bagiga. Rasmga qarab o'tiradi. Mana bunday qilamiz. Mana bunday qilamiz. Yaxshi. Endi men temirli eshik qo'ymoqchi ekanman, bu uyga to'g'ri kelmas ekan. Endi mana bu yerga to'g'ri keldi. Endi yana blok qo'yamiz. Yaxshi. Bu qo'lishlar qo'limni og'ritib tashladi. Ya musuq qishloqlar. Bu qishloqlar kallasi ishladimi, ishlamadimi bilmayman. Do'stlar, eng IQ'si baland qishloqning kallasi eshik ochishga yetar ekan xolos. Degan ekan Albert Einstein bobomiz. Minecraft o'zi nima degan ekan Alisher Navoiy. Lekin Albert Einstein esa bunga javoban bunday debdi. Minecraftda qishloqlar bor. Qishloqlar senga qishloq topib berishadi. Ammo lekin kallasi eng yaxshi ishlaydigan qishloqning kallasi faqatgina eshik ochishga yetadi xolos degan ekan Albert Einstein. Ko'rdingizmi? Agar sizlar ham qishloqi bo'lsani, kallarini ishlatmasdan yuraveringlar. Faqat eshik ochishga yetadi xolos. Eng IQ'si baland qishloqning esa kallasi Vau, manzara chiroyligini. Lekin bu manzaraga putur yetkazolmoqchi edim. Yaxshi. Night Vision ishlamayapti, bo'pti.
uxlay olish kerak ekan. Mayli, uxlay olamiz. Do'stlar, bu uy qurish videosining ikkinchi qismi bo'ldi. Do'stlar, 3-qismini ko'rish uchun esa 10 ta like sizlardan so'rab qolaman. Oldingisiga 5 ta like so'ragandim, 5 ta like birpasda yig'ib tashlabsizlar va ikkinchi qismini oldim. Har doim chala qoldiraverdim. Mayli. Uy qurish videosining 3-qismida bu uy oxiriga yetadi. Balki buni 4-qismi ham bo'lar. 4-qismida bu uy avval qilinadi va qandaydir kulgili voqealar bo'lishi mumkin. Bu yog'ini 3-qismida bilib olasizlar. 3-qism uchun esa men 10 ta like tilayman sizlardan. Va iltimos, bo'pti, like emas. Kanalimni 70 ta qilaylik, 70 ta. Bo'ptimi? Kanalim qachon 70 ta bo'lsa va yana bu videoga 5 ta like kelsa, men bu videoni keyingi qismini chiqaraman. Iltimos, lekin kanalimni ham 70 ta qilaylik, unda video chiqmaydi. Xayr.